Hozir aka, siz tuya sutiga to'ymaganmisiz shunda? Men maktabni bitirganimdan beri sut, Kefir qatiq qatiq to'ymagan. to'ymaganman. Yo'q. Yo'q, umuman to'ymagan. Emaka haqida gaplashaveraylikmi Bo'ldi, o'zim? gaplashaveramiz. Bo'ldi. Hozir nechta pul beryapsiz emaka qilganlarga? Har bitta odamga 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha pul beramiz. Aha. Emaka qilsa. Emaka qilsa iyul oyidan 18 iyuldan. Aha. Nimaga bir tanishib ketib qoldim. Xo'p. 18-iyuldan 19-dekabrgacha 2024-yil. 24. Men reklama qilaverib sizdan ham yaxshi tushunmayapman, aka mutaxassis sifatida. Xo'p, hozir bu oziq-ovqat magazinmi yo? Oziq-ovqat magazin. Nimaga bu yerda keldi? Mana shu yerda olyapmiz hozir. Odamlar qiynalib qolyapti batki biz ikkinchi filialimizga borgan qiynalib qolayotgan hisobiga Marlonda sentrdan tashqari qayerda turibmiz hozir? Yaka tutdi. Qayerda bu yaka tutdi? Yaka tutdi. Hop, Chiro'rishda hop tuya suti reklamamiz bor. Ha. Tuya suti reklama bor. Reklama bor. Dalillar gapiravering, men o'zimizga bilaman. Tuya suti reklama ko'chani boshida. Nomer qoldiryapmiz. Emaka qiladiganlar, akamiz hayajonlanyapti sizlar ko'rganlar uchun. Telefon qilaverasizlar, emaka qiladiganlar, xolasiz uyingizga borib dastlabki xolasiz kelishingiz mumkin. Biz yaka tutamiz. Yaka tutli do'stlar bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Sababi 2024-yil kirdi chiqib qilgan bo'lsa 19 dekabrdan iyul oyidan sizlarga 150 mingdan 300 minggacha